Assalomu alaykum qadrli labo ishqibozlari. Bugun 2025-yil labomiz tayyor holatda. Qimmat xolodilnikka tayyorlangan kuzovlari bilan qalinliklari ham o'ta zo'r holatda. O'zlariga moslab tayyorlangan ekan. Ma'lum bir sabablarga ko'ra sotiladigan bo'lib qolibdi. Mana yumshoq 13 valovlari bilan Xudo xohlasa tayyor holatda. Ichlarida kolonkalar, yaxshi chexollar bilan polik chexollar qilingan, monitorlargacha qo'yilgan. Xudo xohlasa generalligi ham, oformleniga ham tayyor holatda. Marojnachi yoki da aptekasi bor akalarga juda tushadi. Mana keyingi laboyimiz ham 2025-yil tayyor holatda. Bu ham 3000 kilometrga yurgan. Narigisini aytib o'tish esimdan chiqdi. 7000 probega tayyor holatda. Yumshoq balonlargacha, metallarigacha, tunukalargacha shunga bo'lgan. Kimga kerak bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar qiziqqanlar uchun. Buni ham probegini ko'rsatib qo'yamiz. 7000 kilometr pultlarigacha qo'yilgan. Olganlar mazza qilib, Xudo xolasa baraka topadigan mashina.